Assalomu alaykum mani aziz obunachilarim. Men sizlarga bugun ichinglarni axlatlar yig'ilib, tosh bo'lib qotib ketgandek ichinglar qanaqa qilib davolash yo'lini ko'rsataman. Bu narsa agar odam befarq qarasa, iching rakigacha olib keladi, ichinglar uzayib ketishigacha olib keladi. Shuning uchun bitta yaxshi yo'li bor. Men sizlarga hozir ko'rsataman. 1 choy qoshiq, men hozir katta qoshiqda oldim. 1 choy qoshiq sano bargini mana shuni maydalab oldim kofemolkada. Sano mana. Zig'ir urug'ida 2 ta qoshiq mana to'ldirib solamiz. Keyin uni ustiga qatiq solamiz. Mana kechqurun yotarga ichib yotsanglar 5 kunning ichida bu narsa sizlarni qabziyatdan davolaydi. Yaxshi vez tashlaysizlar. İchlaringlar ravon bo'lib yuradi. Keyin menga natijasini kommentariyada yozib bo'lashinglar.